Bolajonlar, mana bu videoni ko'rdinglarmi? 389 yoshli buvi nafaqat shifokor operatsiyasiz, ukol va qimmat muolajalarsiz to'liq tiklashga muvaffaq bo'ldi. Mening ismim Zaynab, yoshim 89 da va men bo'g'imlardagi og'riq va qotishdan butunlay qutuldim. O'zinglar tushungandirsizlar bolajonlarim, bu yolg'on. Bunaqa noinsoflar ko'payib ketibdi. Mani rasmimni qo'yib, mani nomimdan video chiqarishdi. Nimaga mani shunaqa qaragan chog'imda mani yolg'onchi qilib chiqarishdi bular? Men juda qattiq xafa bo'ldim. Men o'zim sinab ko'rgan narsamni sizlarga bo'lishaman. Agar mani rasmimni qo'yib dorilarni reklama qilishsa, hech kim ishonmaylar. Men hech qachon dorilarni reklama qilmayman. Hayajonlanib gapirganimga hayron bo'lmaylar. Sizlarni aldanishinglarni, zarar ko'rishinglarni xohlamadim. Hammanglar sog'lom bo'linglar, sog'lom baquvvat bo'lib yuringlar. Men faqat sizlarga yaxshilikni ravo ko'raman, bolajonlarim.